Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan mikrobiznes o'yinimizni davom ettiramiz hamda 3-turni boshlaymiz. Mikrobiznes o'yinining 3-turida siz o'z jamoangiz bilan quyidagi ma'lumotlarni o'qib chiqishingiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda birinchi mavsumdagi 3 ta variantlardan birini jamoangiz bilan tanlashingiz kerak. Shundan so'ng sizga voqea 3 kartasi beriladi. Siz jamoangiz bilan voqea 3 kartasida variantlardan birini tanlaysiz hamda natija 3 kartasini olib, tanlagan variantingizdagi ta'sirini o'yin maydonida amalga oshirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, 3-turning birinchi mavsumi yakuniga yetgach, ikkinchi mavsum boshlanadi. Ikkinchi mavsumdagi variantlardan birini tanlashingiz hamda natijasini o'yin maydonida aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng sizga voqea 4 kartasi beriladi. Voqea 4 kartasida jamoangiz bilan variantlardan birini tanlaysiz hamda natijasini o'yin maydonida aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, voqea 4 kartasidan keyin natija 4 kartasi sizga beriladi hamda siz tanlangan variantingizni ta'sirini o'yin maydonida aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Sizga voqea va natija kartalari berilgandan keyin siz bosqichma-bosqich o'yin maydonidagi quyidagi bosqichlarni birin-ketin amalga oshirishingiz shart hisoblanadi.